Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. G'azoliklarga yetayotgan og'riq va azoblar nihoyatda ko'pdir. Ularning dardlari har tongda yangilanadi. Ular yirtilgan, eski va vayron bo'lib ketgan chodirlarda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Yomg'irlar esa chodirlarni suvga to'ldirganligi sababli na qishning sovuqdan, na yog'ayotgan yomg'irdan asraydi. Odamlar suv ostida qolib ketmasliklari uchun kuchli yomg'ir va shamollar sababli doimiy qo'rquvda yashab kelmoqdalar. Bugun 2025-yil 27-dekabr haftaning shanba kuni. Allohning marhamati bilan Imom Buxoriy vaqfi yordamida ilgari yirtilgan chodirda yashab kelgan bir oila uchun yangi chodir o'rnatilmoqda. Bu ezgu ish Koreyadan Abdullohning saxovatli ihsoni bilan amalga oshirildi. Alloh taolo ulardan bu amallarni qabul qilsin. Ularga eng go'zal mukofotlarni ato etsin hamda ularni birodarlariga quvonch ulashadigan bandalari qatorida qilsin.